Aynan shu 3 ta AI instrument orqali kunlik samaradorligimni 5x ga oshirdim. 8-9 soatli ishlarni 2-3 soatda tugataman. Hozir sizga qaysi AI instrumentlardan foydalanayotganligimni o'rgataman. Birinchisi, ko'pchilik biladigan Cloud strategik savollaringizga aniq javob beradi, kerakli hujjatlarni siz xohlagan formatda tayyorlab beradi. ChatGPT dan farqi shundaki, u sizga yoqadigan emas, balki kerakli javoblarni beradi. Hattoki fikringiz yoqmasa, unga qarshi chiqish ham mumkin. Ikkinchi AI instrument bu Notebook LM. Men bilim olish va analiz qilish uchun bu AI instrumentni eng yaxshisi deb hisoblayman. Masalan, sotuv menejerlari ishini analiz qilish uchun audiolarni unga yuboraman. 5-10 daqiqada menga analiz qilib, yechimlarini ham beradi. Oldinlari bu ish uchun men kamida bir kun vaqtimni sarflardim. Bilim olish uchun esa podkastlarni, kitoblarni men unga yuborsam, hammasini umumiylashtirib audio yoki menga kerakli ko'rinishda tayyorlab beradi. Bilim olish ham ancha tezlashdi va osonlashdi. Uchinchisi bu bitta dona AI instrument emas, Cowork, Google Kalendar va Telegramni birlashtirib ishlataman. Google Kalendar yoki Cowork kunlik rejalarimni yozib boraman. U menga Telegram orqali doimiy ravishda eslatib turadi va hafta oxirida, oy oxirida menga samaradorligim bo'yicha hisobot tayyorlab beradi. Va shu hisobot natijasida men keyingi oyimni, keyingi ishlarimni doimiy ravishda yaxshilab boryapman. Agar siz hali ham AI instrumentlarni o'rganmayotgan yoki da foydalanmayotgan bo'lsangiz, tez kunda raqobatchilaringiz sizdan o'tib ketadi. Aynan shu 3 ta instrument orqali samaradorligingizni ancha oshirishingiz mumkin. Ko'proq foydali videolar uchun meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying, bo'lmasa meni keyingi safar ko'rmasligingiz mumkin.